Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni ko'z haqida qiziqarli faktlar bilan tanishtiraman. Tadqiqotlardan ma'lum bo'ldiki, dunyo aholisining deyarli 3dan 2 qismi ko'rish qobiliyatining zaifligidan aziyat chekadi. Kishilarning aksariyatida ko'z muammolari irsiy moyillik, infeksion kasalliklar tufayli yuzaga kelgan. Katta yoshdagi insonlarning ko'rish sifati yomonlashishiga keksalik sabab bo'ladi. Sabzi ko'z uchun foydali degan gapni ilgaridan eshitib kelamiz. Darhaqiqat, sabzi tarkibi A vitaminiga boy bo'lib, bu darmondori ko'rish qobiliyatini yaxshilashga hissa qo'shadi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning ko'pchiligida ko'zlari kulrang, ko'kish bo'ladi. Ammo vaqt o'tishi bilan ko'z rangi to'qlashib boradi. Bola 2 yoshga to'lganidagina uning ko'zlari doimiy o'zgarmas rangga ega bo'ladi. Yashil rangli ko'zlar kamdan-kam odamlarda uchraydi. Ma'lumotlarga qaraganda, dunyoda faqat 2% odamning ko'zlari yashil rangda bo'lar ekan. Jahondagi 1% odamlarning ko'zlari rangi bir-biridan farq qilar ekan. Bu farq birovlarda yaqqol ko'rinsa, birovlarniki sinchiklab qaraganda ko'zga tashlanadi. Ilmiy manbalarga ko'ra, inson ko'zi 10 million rangni ko'radi va bir-biridan ajrata oladi. Faqat daltoniklarda bu imkoniyatlar mavjud emas. Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Bugungi mavzumiz ko'z yoshlanishi haqida. Ko'z yoshi ko'z soqqasini yuzasini namlab, qurib qolishdan saqlaydi va mikrob, chang, yot jismlardan tozalanib turishga imkon beradi. Ba'zi kishilarda sovuqda, shamolda, kuchli yorug'lik tushganda, chang ta'sir etganda ko'z yoshi kuzatiladi. Bunday paytlarda himoya ko'zoynaklaridan foydalanish, ko'zni toza dastro'mol yoki doka salfetka bilan artib turish tavsiya etiladi. Doimo ko'zi yoshlanadigan kishilar ko'z shifokoriga murojaat qilishlari darkor. Mabodo ko'z qichishib qizarsa, bunga allergiya ham sabab bo'lishi mumkin. Ko'pincha ko'zga chang, qum tushib, o'tin, shisha, metall bo'laklari, tosh zarralari tushadi. Natijada ko'z to'qimalarini shikastlaydi va ko'zga qon quyiladi. Bunda ko'zga tushgan yot jismlarni har kimning o'zi olishi yaramaydi. Ko'zni toza bint bilan bog'lab, darhol shifokorga murojaat etish darkor. Kimyoviy moddalardan kuyganda ko'zni yumib turib, yuzni yuvish lozim. Keyin suvni yangilab, ko'zlar 10 daqiqa davomida yuviladi. Ko'z kislorodidan kuygan bo'lsa, uni ozgina soda qo'shilgan suv bilan, ishqordan kuygan bo'lsa, kaliy permanganatining och pushti rangi eritmas. Assalomu alaykum ushbu kanal muxlislari. Bugun biz sizlarni ko'zoynak haqidagi qiziq faktlar bilan tanishtiramiz. Uzoqni ko'ra olmaslik ayollarda erkaklarga nisbatan 2 marta ko'proq uchraydi. Ko'zoynak juda ham qadimiy ixtiro hisoblanadi. Rim imperatori Neron o'z vaqtida gladiatorlar jangini silliqlangan zumrad shisha yordamida ko'rgan. Bizga tanish bo'lgan ko'zoynaklar Arab mamlakatlarida 10-asrda paydo bo'lgan. Kontakt linzalar Leonardo da Vinci tomonidan o'ylab topilgan. Ular shishadan ishlangan. Dunyoda ko'zoynaklar ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi davlat Italiya hisoblanadi. Ikkinchi o'rinda Xitoy turadi. Qadimgi Xitoyda hakamlar ularning fikrlarini o'qib olmasliklari uchun ko'zoynak taqib o'tirishgan. Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni ko'z ham shamollaydimi, chaqaloq terisi nega sarg'ayadi mavzulari bilan tanishtiraman. Ko'zning yallig'lanish kasalliklari barchasi xalq tilida ko'z shamollashi deb yuritiladi. Masalan, ko'z shilliq qavati shamollashi konjunktivit, qovoq shamollashi blefarit deyiladi. Ko'zning shoh pardasi shamollashi keriotit, sklera qavati shamollashi esa sklerit deb aytiladi.
Ko'zdagi yosh kanali shamollaganda ko'zdan ko'p yosh oqadi. Yoshlardagi shamollash ko'pincha oddiy yallig'lanish bo'lib, bu unchalik xavfli emas. Keksa kishilardagi ko'z muammolari katarakta, glaukoma yoki boshqa jiddiy kasalliklar alomati bo'lishi mumkin. Har qanday holatda ham ko'z bilan hazillashib bo'lmaydi. O'zboshimchalik bilan uy sharoitida turli muolajalar qilish yaxshilikka olib kelmasligi mumkin. Qanday o'zgarish paydo bo'lmasin, albatta mutaxassisga uchrashib, davolanish kerak. Shuning uchun vaqtni o'tkazmasdan hududiy poliklinikangizga borib, okulist shifokor ko'rigidan o'tishingiz tavsiya qilinadi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda sariqlik paydo bo'lishi va qonida bilirubin moddasi ortishi ularning tug'ruq paytida chanoq sohasidan o'tayotganida qisilishi, yumshoq to'qimalari biroz lat yeyishi bilan bog'liq. Bunda vaqt o'tishi bilan tanadagi eritrositlarning so'rilish jarayonida chaqaloq terisi sarg'ayishi va bilirubin darajasi ko'payishi kuzatiladi. Bu holat xavfli emas. Bolani bir kuniga 2-3 marta 20 daqiqadan quyosh nurida yotqizilsa, ko'proq suyuqlik berilsa, sariqlik yo'qolib ketadi. Assalomu alaykum kanalimizning qadrdon muxlislari. Bugungi mavzumiz ko'zlar salomatligi to'g'risida. Ko'z borliqdagi deyarli 90% ma'lumotni miyaga yetkazib beruvchi a'zo. Shuning uchun uning hayotimizdagi o'rni beqiyos. Agar u o'z vazifasini uddalay olmasa, oyoqqa kishan solingandek, qo'limizdan hech narsa kelmayotgandek bo'ladi. Hattoki uning nuri pasaysa ham qo'shimcha vositalarga ehtiyoj seziladi. Bunday bo'lmasligi uchun ko'zlarni yoshlikdan ehtiyot qilish lozim. Ba'zi odamlarda ko'rish qobiliyati bolaligidanoq pasayadi. Boshqalar esa 80 yoshga kirganda ham ko'zoynakka ehtiyoj sezishmaydi. Buning sabablarini izlagan olimlar maxsus genni kashf etishdi. Bunday geni bo'lgan odamlar noto'g'ri holatda kitob o'qish, mayda detallar bilan bog'liq ishlarni bajarishi natijasida bolaligidanoq uzoqni ko'ra olmaydigan bo'lib qolishadi. 14 ming kishi ishtirok etgan tadqiqot chog'ida maxsus gen egalarining ko'z soqqalari biroz uzaygan bo'lishi aniqlandi. Garchi farq katta bo'lmasa-da, u uzoqni yaxshi ko'ra olmaslik rivojlanishiga sharoit yaratadi. Olimlar ushbu genga qarshi kurash tadbirlari ustida izlanishlarni boshlashdi. AQShda ko'rish imkoniyatini berishi kuzatilayotgan bionik ko'z yaratildi. Endi tug'ma-ko'rlar ham yorug' olamdan bahramand bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritishlari mumkin. Bioko'z to'rpardasiga 60 ta elektrod ulangan bo'lib, ular ma'lumotlarni optik nerv orqali miyaga yuborishga mo'ljallangan. Tadqiqotda 28 dan 77 yoshgacha 30 nafar ko'r kishi ishtirok etdi. Ularning barida ko'rish imkoni u yoki bu darajada paydo bo'ldi. Ishtirokchilar orasida gazeta va kitoblarni o'qishga kirishib ketganlar ham bor. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Bugungi eshittirishimiz ko'z salomatligi haqida. Ko'z salomatligi uchun uni chang, tutun, issiq va sovuqdan, shuningdek mo'tadil bo'lmagan havodan, kuchli shamoldan saqlamoq lozim. Uzoq vaqtgacha ko'zni yummay bir narsaga tikilib turish ham zararlidir. Ammo yig'lash ko'zlar uchun foydali malham bo'lib, ko'z yoshlar bu nozik a'zoni turli g'uborlardan tozalab turadi. Arpa bodiyon suvini har vaqt ko'zga surib turish yaxshi foyda beradi. Shirin va nordon anor po'choqlari bilan birga siqilib, hosil bo'lgan suvi asal bilan qoriladi. Bu qorishmani tandirda yetiltirib, namlovchi dori sifatida qo'llash mumkin. Tiniq suvga sho'ng'ib, suv ichida qisqa muddat ko'zni ochish ko'zni tozalab, ravshan qiladigan tadbirlardandir. Hammomga ko'p tushish, qattiq yig'lash, tomirdan ko'p qon oldirish kabilar ko'rish qobiliyatiga zarar yetkazuvchi amallardir. Bundan tashqari sho'r, mazasi o'tkir, tuz, karam, piyoz, sarimsoq piyoz, shivit, pishgan zaytun kabi mahsulotlarni me'yoridan ortiq iste'mol qilish ham
ko'z uchun salbiy oqibatlarga olib keladi. Kashnishning siqib olingan suvini ona suti bilan qo'shib, ko'zga qovoqlar ustidan malham qilib qo'yilsa, og'riq to'xtaydi. Sarimsoq yoz gulini asal bilan qo'shib, ko'z ostidagi qontalashlarga surtilsa, tezda foyda qiladi. Sholg'omni pishirib yoki xomligicha yeyilsa, ko'z xastaliklarida shifo hamda foydadir. Ko'zingiz toliqsa yoki xira tortsa, chiroyli manzaralarga, yam-yashil o'tloqlarga, moviy osmonga, zilol suvlarga tikilib turing. Asal qonning tomirlarda yurishini ravonlashtirib, ko'z xiraligidan xalos qiladi. Mana azizlar, bugungi tavsiyalarimiz mana shulardan iborat edi. Xayr, ko'rishguncha. Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli muxlislari. Ko'z kasalliklariga oid tavsiyalarni sizlarga havola etamiz. Konyuktivitni qoncho'p davolaydi. Konyuktivit ko'z shilliq qavatining yallig'lanishi bo'lib, turli tashqi ta'sirlar natijasida yuzaga keladi. U antibiotik va ko'z uchun maxsus yuvuvchi dorilar yordamida davolanadi. Unga qo'shimcha quyidagi xalqona usullar ham konyuktivitda samarali yordam beradi. 1 osh qoshiq qoncho'p o'ti 200 ml qaynoq suvga solinadi va 5 daqiqa past olovda qaynatiladi. Belgilangan muddat o'tgach, olovdan olinib, 20 daqiqa tindiriladi. So'ng doka orqali suzib olinadi va unga 1 choy qoshiq asal qo'shib aralashtiriladi. Ko'zlarga ushbu malhamni qo'yish uchun oldindan toza doka ham tayyorlab qo'yish kerak. Uyquga yotishdan oldin shifobaxsh aralashmaga doka namlanib, ko'zga qo'yiladi. Ko'z yumuq bo'lishi kerak. Muolaja ko'zlardagi yallig'lanish yo'qolguncha bajariladi. Novvot ko'zga quvvat. Tuyilgan 1 piyola novvot kukuni teng miqdorda tuyilgan bodom mag'zi bilan aralashtiriladi. Aralashmani kuniga 2-3 mahal yeb yurish bilan ko'rish quvvatini tiklash mumkin. Ushbu quyidagi tavsiyalar kimlargadir foydasi tegsa, bundan xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugungi mavzuyimiz ko'z salomatligi. Agar ko'zingizni zo'riqtirmay desangiz, quyidagi tavsiyalarga amal qiling. Kuniga yetarli miqdorda suv iching, kamida 6-8 stakan. Iloji boricha ko'proq bargli sabzavotlar, rezavor va mevalar iste'mol qiling. Ko'zlaringizni ishqalamang. Bu noxush alomatlarni yanada kuchaytiradi. Kitob o'qiyotganda, televizor ko'rayotganda yoki kompyuterda ishlayotganda iloji boricha ko'zlaringizni ko'proq pirpirating. Ko'chada oddiy linzali ko'zoynak taqing. Shunda ko'zlar qichishmaydi. Umr bo'yi ko'rish qobiliyatingiz yaxshi bo'lishini xohlasangiz, salomatlikka e'tiborli bo'ling. Albatta, gigiyenaga rioya qiling. Ko'zlarni ishqalamang, ayniqsa iflos qo'llar bilan. Cho'milishga mo'ljallangan suv havzalarida maxsus ko'zoynaklardan foydalaning. Ochiq hovuzdagi suvga ko'zlarni yuvmang. Ko'z kasalliklari orasida infeksion yallig'lanish birinchi o'rinda turadi. Ko'zlarni zo'riqtirib yubormang. Ishda har 1 soatda dam oling va maxsus gimnastik mashqlarni bajaring. Yoki shunchaki ko'zlarni yumib o'tiring. Ishxonadagi tavsiya etilgan qoidalarga ham amal qiling. Kompyuter monitorigacha bo'lgan masofa ham, xonadagi yorug'lik ham muhim ahamiyatga ega. To'yib uxlashga harakat qiling. Stresslardan uzoqroq yuring va albatta sportga alohida vaqt ajrating. 40 yoshdan oshgach yiliga 1 marta ko'z ichi bosimini tekshirtiring. Bu glaukoma singari og'ir kasalliklar rivojlanishining oldini oladi. Qandli diabet bilan og'riganlar qondagi glukoza miqdorini yaxshilab nazorat qilishlari darkor. Diabetning og'ir asoratlaridan biri retinopatiya hisoblanib, u to'r pardaga zarar yetkazadi. Ovqatlanishga e'tiborli bo'ling. Bo'kib yeyish va qat'iy parhezlar nafaqat ko'zga, balki butun organizmga zararlidir. Arterial bosimni diqqat bilan kuzating. Tomirlardagi har qanday buzilish ko'z holatiga eng avvalo to'r pardaga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
Assalomu alaykum ushbu kanal muxlislari. Bugungi mavzumiz kasalliklarini xalqona usullar yordamida davolash to'g'risida. Ko'zlarning tiniqligini oshirish, ko'rish qobiliyatini kuchaytirish va eng asosiysi mavjud kasallikdan xalos bo'lish uchun birinchi galda shifokor tavsiyasi va ko'rigi, uy sharoitida esa xalqona usullar yordamida salomatlikni tiklash mumkin. Asal. Asalni qaynatilgan suv bilan aralashtirib, nahorga yarim piyola miqdorida ichish immunitetni oshiradi va kasallik bilan tezroq kurashishga xizmat qiladi. Piyoz va asal. Ko'zlar tez-tez yallig'lanaversa, oqbosh piyoz va asalni bir miqdorda aralashtirib, ko'z qovoqlari ushbu aralashma bilan kuniga 1-2 marta artiladi. Petrushka sharbati. Petrushka ko'katidan olingan sharbat sabzi shirasi bilan teng aralashtirib, kuniga 2 mahal 1 piyoladan qabul qilinadi. Bu ko'rish qobiliyati pasayganda yaxshi yordam beradi. Lavlagi sharbati. Uzoqdan ko'rish kasalligida sabzi va lavlagi sharbatini aralashtirib, ichish yaxshi samara beradi. Shuningdek, kun davomida bu sabzavotlardan salat tayyorlab yeyish ham foydali. Ismaloq. Ushbu ko'kat deyarli barcha kasalliklarda koni shifo. Ismaloqning xomligicha sharbatini chiqarib, nahorga ichsangiz, kun davomida tetik yurasiz. Bu ko'kat organizmni tozalab, moddalar almashinuvini tezlashtiradi va ko'zlarning ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi. Sarimsoq piyoz. Uni mayda to'g'rab, quritib, salatlar va taomlar tarkibiga muntazam qo'shib iste'mol qilish 101 kasallikka shifo bo'ladi. Quritilgan shivit bilan qo'shib tanovul qilsangiz, ko'zlardagi ko'pgina muammolar o'z-o'zidan hal bo'ladi. Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Bugun biz sizlarni ko'z kasalliklari bezovta qilsa mavzusi bilan tanishtiramiz. Ko'z shilliq pardasining yallig'lanishi, ko'z shamollashi va toliqishidan aziyat chekayotganlar uchun quyidagilarni tavsiya qilamiz. Moychechakli damlama. Ko'z shamollaganda moychechak gullaridan tayyorlangan damlama yaxshi samara beradi. Buning uchun 1 stakan qaynoq suvga 2 osh qoshiq moychechak guli solinib damlanadi. Sovigach suzib olinadi va ko'zlar yuviladi. Qora choy. Ko'zlari toliqqan insonlar uchun qora choy ajoyib ne'matdir. Tana haroratidagi qora choy shamalarini dokaga o'ralgan holda ko'zlarga 15-20 daqiqa davomida qo'yib turing. Bu muolaja toliqqan ko'zlarning charchog'ini ketkazadi, ko'rish qobiliyatini nurafshonlashtiradi. Uni kunora takrorlab turish kerak. Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalining muxlislari. Bugun men sizlarni ko'z soqqasi nega o'ynaydi mavzusi bilan tanishtiraman. Nistagim, ya'ni ko'z soqqasining bir tomonlama beixtiyor tebranma harakat qilishidir. Bu kasallik vestibulyar apparatining shikastlanishi yoki faoliyatining buzilishi natijasida paydo bo'ladi. Nistagim kasalligi kelib chiqish sabablariga ko'ra tug'ma va orttirilgan turlariga bo'linadi. Uning asosiy sabablari bosh miya kasalliklari, miyada qon aylanishining kuchli buzilishi, bosh miya o'simtasi, miya bosh suyagi jarohatlanishi, vestibulyar apparat kasalliklari, uyqu dorilar yoki kuchli ta'sir etuvchi preparatlardan zaharlanish, ko'rish qobiliyatining keskin pasayib ketishlari asosiy sabab hisoblanadi. Agar o'zingizda yuqoridagi belgilarni sezib qolsangiz, birinchi navbatda oftalmolog huzuriga borib, uning tavsiyalariga amal qiling. U o'z navbatida quyidagi choralarni qo'llaydi. Agar nistagimni keltirib chiqaradigan dori preparatlarini iste'mol qilayotgan bo'lsangiz,
ularni bekor qilishi. Ko'rish qobiliyatingiz keskin pasaygan bo'lsa, uni ko'zoynak yoki linza yordamida yaxshilashi. Bosh miyaning oziqlanishini ta'minlaydigan vositalarni tavsiya etishi. Vestibulyar nervda o'simta bor bo'lsa, uni olib tashlashi ham mumkin. O'z vaqtida davolanmagan nistagim bitta ko'zning ko'rish qobiliyati qisman yoki butunlay yo'qolishiga olib kelishi ham mumkin. Albatta, kasallikni davolashdan ko'ra oldini olgan yaxshiroq. Shu bois har qanday dori vositasini alohida ehtiyotkorlik bilan, ya'ni faqat shifokor tavsiyasiga binoan qabul qilish lozim. Shu bilan bir qatorda homiladorlik davrida homilaning rivojlanishiga alohida e'tibor qaratish, har qanaqa o'zgarishlar borasida shifokor maslahatini olish zarur. Ehtiyotkorlik salomatlik qo'riqchisidir. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni ko'z ostidagi ko'karikni qanday yo'qotish haqidagi ma'lumotlar bilan tanishtiraman. Limfa qochishining buzilishi ko'zlar ostida ko'karik paydo bo'lishining eng tarqalgan sababi hisoblanadi. Muntazam ziqlik holatlari va uyqusizliklar yog' kletchatkasining teri osti qatlami yupqalashiga olib keladi va shu sabab tomirlar sezilarli bo'lib qoladi. Bunday vaziyatda shifokorlar odatda o'z bemorlariga tinchlantiruvchi o't to'plamlarini ichishni va uxlashdan oldin asal qo'shilgan iliq sut ichib yotishni tavsiya qilishadi. Ammo emizikli onalarga bunday tavsiyalar to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ertalablari yuzni muz kupchalari bilan yuvish va xom kartoshkadan niqob yoki qovoqlarga choy shamasini qo'yish tavsiya etiladi. Suyuqlik ichish ham muhim. Ortiqcha suyuqlik shishlarga, shu jumladan ko'z ostining ham shishlariga olib keladi. Bu tomirlarning kengayishi va ularga qon quyilishi tufayli yuz beradi. Shuning uchun tunda ko'p suyuqlik ichmaslik kerak. Shuningdek, yuzda krem 2-3 soatdan ortiq qolmasligi, ortiqchasini salfetka bilan artib tashlash lozim.